Hindistonda maymunlar qanday ovlanadi? Ko'zani ichiga, shaffof ko'zani ichiga yo gilos va yoki yong'oq qo'yib qo'yishadi, ko'rinib turadi. U shunday kattalikdaki, og'zi. Maymunning qo'li kiradi, yong'oqni oladi, chiqmaydi. Yong'oqni ushlab olib chiqa olmaydi. Chunki yong'oqni ushlaganda kattaroq nimasi bo'lishi kerak. Ko'zani og'zi kattaroq bo'lishi kerak. Shunday qilinganki, kirishga kiradi, yong'oqni oladi, chiqmaydi. Endi ovchi keladi, qo'y borib qochsa bo'ladi-ku. Qo'y bormaydi. Urib o'ldiradi. Qo'y bormaydi. O qadar hırsliki shunga. Tashashni istamaydi. Biz ham hayotimizda shunaqa hirs qo'ygan narsalarimiz yo'qmi? Hayotimizni murakkablashtirgan, ushlaganimiz u qo'y bormayotganimiz. Bizniki emasligini bilamiz. Bilib bo'lganmiz. Lekin qo'y bormaymiz.